Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Bugun Jizzax viloyati Jizzax tumanidan xorijda Islom polvon kelganlar. O'zlarini 2 kilolik son va qayla o'yinimizda sinab ko'rishga. Agar Islom akamiz g'olib bo'lsalar, 400 ming pul mukofotidan 25 ta homiyimizga vaucher tutmoqda. Agar rekord yangilasalar, 100 dollar pul mukofot bor. Aziz yurtdoshlarimiz, bizning homiylarimiz Jizzaxda bo'ladi. Mulk qahramonlaridan 3 ta zakat qilsalar, bitta qo'shib beradilar vaucherni. Obuna bo'lishni sizlardan chiqarmaylar. Islom Fayz mebellaridan oilaviy korxona bo'ladi. 300 ming chegirma berishgan. Zavoddan ham idealni chiqarib berishgan. Fayz bo'ladi. Avtomobillarning ehtiyot qismlariga 20% chegirma berishgan. Xohlaganday avtomobillarni, xohlasangiz inomarkalarning zapchaslarini olsanglar bo'ladi. Noqulay Jizzax bosh markazi bo'ladi. Havzdan yarim kilo osh sanatlari, choy, non hamma narsa ichida qilib berishgan. Boringlarga shukur. Bizga va biz obuna bo'lgan homiylarga obuna bo'lib qo'yinglar. Olimlar va janoblar, Jizzax savdo markazining o'sha mashhur o'yini davom etyapti. 3, 2, 1, let's go akalarimiz, o'yinimiz boshlandi. Bitta chiroyli kartalar chalib qo'yinglar. Akalar dedilar-ki, nechida tipga deb bir tip boshqa o'ringa tiqib olaman debdilar. Aziz yurtdoshlarimiz, 5,5 daqiqada akamiz o'yinni to'xtatdilar. Aka, sizga somsamizdan ma'qul keldimi? Ma'qul. Oshqozon kichkina bo'ldi. O'zi 6-7 kundan beri o'zasiz o'shani hisobiga oshqozon kichiragan. Lekin o'zingiz ancha kattasiniz, to'g'rimi? Akamiz vaqt charminalar baholasi. Ro'zani tugatadilar, обязательно keladilar, bizni revansh qabul qiladilar. Agar revansh qabul qilsangiz, pul mukofoti 800 ming so'mga ko'tarib beramiz siz uchun. Xorijlik akalarga, opalarga, ukalarga, singillarimizga tilaylaringiz. Keling, omadlaringiz sinab ko'ringlar. Bitta qarsaklarimiz bo'lsa endi aka uchun. Rahmat, boringlar.